Assalomu alaykum qadrdon muxlis, siz bilan yana siz bilgan va kutadigan kanal Turfa olim. Buni qarangki 2022-yilning 26-mart kuni Vladimir Putin Ukrainadagi harbiy operatsiyada ishtirok etgan harbiylarga Rossiya Federatsiyasi ichida bir qancha yengilliklar beradigan qarorni imzoladi. Gap shundaki, mazkur qaror mazmuniga ko'ra Ukrainadagi Putinning tili bilan aytganda harbiy operatsiyada ishtirok etib qaytgan harbiylar endilikda xuddi Ikkinchi jahon urushi va Afg'on urushi, shuningdek Chechen urushi qatnashchilari kabi urush faxriysi maqomiga ega sanaladi. Vladimir Putinning bu qarori soyasida esa Ukrainaning Rossiya nashrlari tomonidan bir vaqtlar kimsan italiyalik diktator Benito Mussoliniga qiyoslangan prezident Pyotr Poroshenko kutilmagan o'ta kamyob bayonot bilan chiqqan. Pyotr Poroshenkoning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, so'zlarga diqqat qiling. Ukrainada 24-fevral kunidan boshlab, aniqrog'i Vladimir Putinni Ukrainaga qo'shin kiritish to'g'risidagi qaroridan so'ng mamlakat hududidagi barcha bir-biriga dushman kishilar, shu jumladan Pyotr Poroshenko va Zelenskiy ham bir-biriga qalin do'stga aylangan va endilikda ular uchun yer sayyorasida yagona dushman bor. U ham bo'lsa, to'g'ri taxmin, Rossiya prezidenti Vladimir Putindir. Agar eslamagan bo'lsangiz, shu yerda eslatib o'tamiz. Diqqat qiling. Vladimir Zelenskiy Ukraina prezidentligiga nomzodini qo'yib, o'zga sayyoraliklar saylovga aralashib, sensatsiya ro'y berib, u prezident qilib saylanganda aniq sanalarda 2019-yilning 20-may inauguratsiya kuni sobiq prezident Poroshenkoga butun dunyo guvohligida men sizni go'rkovingiz bo'laman va sizni joyingiz qamoqxonada degan edi. Bugun esa Poroshenkoning gaplaridan ma'lum bo'lishicha, bu ikki bir-birini otib o'ldirishga tayyor kishilar haqiqiy ajralmas do'stga aylangan. Endi shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Putinga nisbatan aytgan oxiri ko'rinmayotgan haqoratlari haqida qisqacha. Joe Biden NATOning sammitidan chiqib Polshaga yo'l olgan edi. Bundan xabaringiz bor. Biden Polshada Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasini tark etayotib, muxbirlarga Vladimir Putinni oldin diktator va harbiy jinoyatchi deb, keyin esa hozirda trendga chiqib ketgan Putin qassob deb aytgan. Balkim bu siz uchun yangilikdir, biroq shuni unutmangki, katta minbarda turib aytilgan hech bir gap javobsiz qolmaydi. Bu hazilakam gap emas. Mana isbot. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovni aynan shu Bidenni haqorati bo'yicha bergan bayonotiga ko'ra, Biden prezidentlarning barchasi uchun belgilangan so'z chegarasini buzgan va uning bu haqorati kelajakda uzilib ketgan Rossiya va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi aloqa iplarini bog'lanishiga juda katta to'sqinlik qiladi. Oqibatda esa kim jabr ko'radi? Yana bechora xalq. Tushungan tushundi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Muhtaram yurtdoshlar, siz bel, oyoq, tizza va grija og'riqlaridan charchadingizmi? Unda sizga revmatizm, artrit, artroz, podagra, bo'g'im og'riqlari, bo'g'imlarda suyuqlik yetishmasligi, suyak sinishi, operatsiyadan so'ng tez tiklanish, umurtqa pog'onasidagi og'riqlar, grijani asoratsiz tez fursat ichida davolashda Xitoy tabobat olamida tan olingan Demiqni tavsiya etamiz. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali darhol buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul. Bizda to'lov siz mahsulotni qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshiriladi.